Barchaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni Uz. Bugungi videoda men sizlarga kompot tayyorlashni o'rgataman. Bugungi videoda men rus Minecraft'larining eng mashhurlaridan biri bo'lgan kompot haqida 20 ta faktni sizlarga aytib o'taman. Albatta, video boshlanishidan oldin hoziroq videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda videoni boshlaymiz. Kompot 2003-yil 15-oktyabrda tug'ilgan. U 2022-yilda olmos knopka olgan. Uning ismi Roman. Kompot kanalini 2013-yil 26-oktyabrda ochgan. Familiyasi esa Pomaronov. U hayvonlarni yaxshi ko'radi. U hamma videosini kompyuterda oladi. Uning obunachilari hozirda 16 milliondan ortiq. U juda ko'p davlatlarda bo'lgan. Kompotning ikkinchi YouTube kanali ham bor. Kompotni asosan o'zining qishlog'ida video oladi. Kompotning bo'yi 1,85 m dan balandroq. Uning mashhur videosi mana bu video hisoblanadi. Uning eng mashhur videosi 97 milliondan ko'p prosmotr yig'gan. Kompot video tayyorlash uchun 6-7 soat vaqt sarflaydi. Kompot boshqa youtuberlarga ham intervyu bergan. Uning barcha videolari prosmotrlar soni 10 milliard 347 million 93 ming 506 tadan ko'p prosmotr yig'gan. Uning yana 7 ta ijtimoiy kanallari ham bor. Uning yaqin do'stining nomi Bobo. U kanalda 2 ta stream qilgan. Bolalar, video shu joyda tugaydi. Albatta, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni Uz bo'ldim. Hammaga xayr.